Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi sizlar bilan o'tadigan mavzumiz inklyuziv sinflarda matematika o'qitishni tashkil qilish. Mavzumiz rejalar bilan tanishib o'tamiz. Birinchi rejamiz inklyuziv ta'limning mazmuni va ahamiyati. Ikkinchi rejamiz inklyuziv sinflarda matematika o'qitishning xususiyatlari. Uchinchi rejamiz inklyuziv ta'lim jarayonida uchraydigan muammolar va ularning yechimlari. Xo'p, inklyuziv ta'lim haqida kirish qismimiz. Inklyuziv ta'lim bugungi kunda ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu mavzuda inklyuziv sinflarda matematika fani qanday samarali tashkil etish, o'quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olish hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalalari yoritiladi. Inklyuziv ta'lim bu o'zi nima? Inklyuziv ta'lim bu barcha bolalarga ularning jismoniy yoki psixologik jihatidan qat'iy nazar bir xil ta'lim olish imkoniyatini yaratishga qaratilgan tizimdir. Bu jarayonda nogironligi bo'lgan bolalar ham sog'lom tengdoshlari bilan birga bir sinfda ta'lim oladi. Inklyuziv ta'lim jamiyatda tenglik va bag'rikenglikni shakllantiradigan tizimdir. Inklyuziv ta'limning maqsadi o'zi nima? Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi har bir bolaning ta'lim olish huquqini ta'minlashdir. Bu orqali o'quvchilarda ijtimoiy moslashuv, o'ziga ishonch, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga o'quvchilarda o'zaro hurmat, hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini o'rganib boradilar. Matematika fanining o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi, muammolarni hal qilish ko'nikmasini shakllantiradi. Ayniqsa inklyuziv sinflarda matematika orqali diqqati, xotira, tafakkur rivojlanadi. Bu fan kundalik hayotda ham muhim o'rin tutadi. Inklyuziv ta'limning o'qitish vazifalari. Inklyuziv sinfda matematika o'qitishning asosiy vazifasi har bir o'quvchiga tushunarli tarzda bilim berishdir. O'qituvchiga darsni oddiydan murakkabga qarab tashkil etishni, ko'rgazmali vositalardan foydalanish va amaliy mashqlarni ko'proq qo'llashi zarur bo'ladi. Inklyuziv ta'limda individual yondashuv. Individual yondashuv o'zi nimaga kerak? Har bir o'quvchi o'ziga xos bo'lganligi sababli ularga individual yondashuv muhimdir. Bu jarayonda differensial ta'lim qo'llaniladi, ya'ni topshiriqlar o'quvchining imkoniyatiga moslab beriladi. Individual reja asosida ishlar yuqori natija beradi. O'qitish metodlari. Inklyuziv sinflarda turli metodlardan foydalanish zarur. Ko'rgazmali metodlar orqali o'quvchilarga mavzuni osonroq tushunadi. Amaliy metodlar esa bilimlarni mustahkamlaydi. O'yinli metodlar o'quvchilarning qiziqishini yanada oshiradi. Bu usullar yordamida interfaol usullarni ham qo'llash birdek foyda beradi. Interfaol usullar darsni jonlantiradi va o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. Masalan, aqliy hujum, klaster, savol-javob kabi usullar orqali o'quvchilar fikrlashga o'rganadi va o'z fikrini erkin bayon qila oladi. Ko'rgazmali vositalar. Ko'rgazmali vositalar matematika darsida juda muhim. Kartochkalar, rasmlar, diagrammalar, didaktik materiallar yordamida mavzuni yanada tushunarli qilish mumkin. Bu ayniqsa imkoniyati cheklangan bolalar uchun juda ham samarali natija beradi. Bu jarayonda baholash tizimi. Inklyuziv sinflarda baholash individual yondashuv kerak. Har bir o'quvchining rivojlanish darajasi hisobga olinadi. Rag'batlantirish usullari orqali o'quvchilarda motivatsiya oshiriladi. Aktidan foydalanish, ya'ni axborot kommunikatsiya texnologiyalari dars samaradorligini yanada oshiradi. Kompyuter dasturlari, interaktiv doskalar, video darslar orqali o'quvchilarning mavzuni qiziqarli tarzda o'zlashtirishi osonroq bo'ladi. Inklyuziv ta'limdagi o'qitish tizimida ba'zi bir muammolar mavjud. Bu muammolardan biri inklyuziv ta'lim jarayonida bir qator muammolar uchraydi. O'quvchilar darajasini turlicha bo'lishi, vaqt yetishmovchiligi va o'quvchining yetarli tayyorgarlikka ega emasligi shular jumlasidandir. Va bu muammolarga yechim, muammolarni hal qilish uchun individual yondashuvni kuchaytirish zarur hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish va ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu mavzumizdan kelib chiqqan holatda xulosa beradigan bo'lsak, inklyuziv ta'limda har bir bola uchun imkoniyat yaratiladi. Matematika darslarida to'g'ri tashkil etish orqali barcha o'quvchilarni bilimga olishga jalb qilish mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Yanagi darslarda ko'rishguncha xayr.